Mehnatingizga rozimisiz? Sizlar mehnatingizga ham rozimiz. CNC texnologik faqat o'rgatadimi deydiganlar uchun bizda undan tashqari pusknaladka ishlarimiz bor. Ya'ni mana bunaqa yangi kelgan Xitoy apparatlarini, o'ta avtomat apparatlarini yig'ib, ishga tushirib beramiz. Hozir Jizzaxdamiz, shu zakazlardan bitta va navbatdagisi. Hozir ko'rishinglar mumkin, hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Apparat mana shu holatda kelgan, o'ralgan. Mana buni ham hozir yig'ib qo'ydik. Yig'ilmagandi, o'raydigan apparati va kontrolleri. Yig'ib bo'lgandan keyin ishlayotgan jarayonidan bitta cho'tka qilib videoga olamiz. Navbatdagi apparatimizni ham ishga tushirib, pusknaladka qilib egalariga topshirdik. Xudo xolasa Jizzaxda Jahongir aka agraf chiqarmoqchi ekanlar, stanok оборудованияni olib kelganlar va uni pusknaladka qildik. Xudo xolasa qanday bo'ldi aka? Mehnatingizga rozimisiz? Sizlar mehnatingizga ham rozimiz. Olib kelgan kompaniyamizdan ham rozimiz. Kompaniyamizga shu to'lovlarni qildik, vaqtida olib berdi. Uskunani olib keldik, o'rnatdik. Hozircha muammosi yo'q, yaxshi ishlab turibdi. Bugundan mana boshladik, nasib bo'lsa endi ertadan yaxshigina ob'yomda chiqarish boshlaymiz nasib bo'lsa. Sizlarga rahmat, mehnatingizga rozi bo'linglar. Apex Groupga ham rahmat. Jizzaxda kim bo'lsa, xudo xolasa agrafi boshlagani, do'konchilar ayniqsa murojaat qilaveringlar. Inshaalloh boshida skidka narxlarda tarqataman deb aytyaptilar. Shunaqa.